O'zbek shou-biznes olamida o'z o'rniga ega bo'lgan Zakirovlar oilasida kutilmagan yangilik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Zakirovlar oilasi vakillaridan biri Dilbar Zakirova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasiga farzandi hamda o'zining ahvoli yaxshi emasligi, salomatligida jiddiy o'zgarishlar kuzatilayotgani haqida aytib o'tdi hamda ushbu satrlarni yozib qoldirdi. Yangiliklar ko'p, savollar ham. Yangiligim ikkita. Yaxshisidan boshlaymi yoki yomonidan? Yomonidan boshladim. 3-4 kundan buyon bir oyog'imiz kasalxonada. Chunki mening ham, o'g'limning ham holati yaxshi emas. Butun tanasiga shunaqa yaralar toshib ketgan. Bu suvchechak yoki qizamiq va yana shu kabi boshqa yuqumli kasallik emas ekan. Chunki men hech qachon suvchechak ham, qizamiq ham bo'lmaganman. Har soniya yonidaman, o'paman, quchoqlayman, o'zim uxlataman. Xullas menga yuqmadi, yuqumli emas ekan. Menga kelsak 2 kundan buyon kravatga mixlanib yotibman. Yana bir kun chidasam bo'ldi. Qaranglar, hozir ko'plar shunaqa virus yuqtiryapti. Bolalarda degan gaplarni yozishibdi. Bilaman, sizlar bu ham bu tashxisni to'qib aytmayapsiz. Shifokorlardan eshitgansiz. Men mana shuni yaxshilab qaranglar. Bu yara endi chiqqan vaqti. Hozir undan ham katta va qo'rqinchliroq va butun tana bo'ylab tarqagan aytganimdek. Bizni eng ko'p qiynagani hamma shifokor har xil tashxis qo'ydi. Lekin biz o'zimiz to'g'ri deb bilgan davo usulini va tashxisni tanladik. Virusli kasallik ekaniga qachon ishonardim? Agar o'g'lim bog'chaga borganida yoki yosh bolalar ko'p joyda o'ynaganida, u aslo unday joylarga bormaydi. Ayniqsa shu kunlarda olib bormadim. Biz ham odamlar juda ko'p joyga bormadik va uyga begona odamlarni aslo qo'ymaymiz degan Dilbar Zakirova. Juda muhim. Qulupnay yeb ichak mikroflorasi buzilgani va 2 kun 38-39 isitma bilan boshlanib, 3-kundan tanasiga katta yaralar toshishni boshladi. Auditoriyamda menga yosh onajonlar ko'p. Shunchaki ogohlantiryapman. Qanchalik toza yuvsangiz ham bermagani ma'qul va bu holatda eng yomoni olib borgan shifokorlarimiz hammasi har xil gap aytishdi. Har xil tashxis qo'yib dori-darmonlar yozishdi. Oxiri esa ishonchli deb bilganimizni qildik va Allohga tavakkal qildik. Hozir juda ham yaxshi. Bilaman, hozir menga nega berasiz qulupnay? Ishonch yo'q, hammasi dorilangan deysiz. Biz bermadik. Bir yaqinimiz hech narsa qilmaydi deb bergan ekan deya yozib qoldirgan Dilbar Zakirova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida.